Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Boshqa darslar o'tsam, shu agronomik ishlar boshqaruvchisi Ma'lum Bekzod Hamza Abdulloh. Shu bizada har oyda 3 marta, kamida 3 marta tadbirkorlar bilan yuridik shaxslar bilan uchrashuv belgilangan. Shu bo'yicha hozir masala bir qator shu tartib va prezidentimiz qarori asosida ishlab chiqilgan nizomlar bo'yicha, qarorlar bo'yicha tushuntirib o'taman. Asosan shu prezidentimiz tomonidan bir necha bor qarorlar qabul qilingan. Bu qarorlar shu mahallada tadbirkorlikni jalb etib, shu orqali ish o'rnini yaratish maqsadida tadbirkorlarimizga keng shu imkoniyatlar yaratib berilgan. Buning natijasida shu mahallada kesimida banklar biriktirilgan, banklar shu paytga tushib, aholi bilan gaplashib, tadbirkorchilik qilish istagida bo'lgan fuqarolarni topib, kreditlarni ajratib, shu o'z loyihalarini amalga oshirish bo'yicha doğrudan-doğru yordam beradi. Banklarimiz bir asosiy maqsadi shu ish o'rnini yaratib, loyiha paketlari bor, qancha kredit turlarimiz bor, shu orqali ish o'rnlarini yaratish maqsad qilib belgilangan. Endi bu yerda hozir asosiy masalaga keladigan bo'lsak, bu yerda prezidentimizning 312-sonli qarori bor. Bu yerda mahallada tadbirkorlik istagida bo'lgan fuqarolarni yakka tadbirkorlik korxona ochib, 100 million so'mga bo'ladigan kreditlarimiz bor. Bundan tashqari biznesga birinchi qadamdan kreditlarimiz bor. 17 million so'm 23-24% bilan 5 yil beriladi. Doğru plastik kartuşlardan tasarruf beriladi. Mahalla loyihasi bor. Mahalla loyihasidan 50 million so'm beriladi. O'z tadbirkorligini yo'lga qo'yish istagida bo'lgan fuqarolar, jismoniy shaxslar 50 million so'm berib, doğrudan-doğru plastik kartuşasına tasarruf beriladi. Bundan tashqari o'zlarimizning tijorat kreditlarimiz bor. Mikroqarz va kredit karta va ipoteka 3-4 yil turlari bor. Remont uchun ajratilgan kreditlarimiz bor. Bular endi ish o'rnini yaratish maqsadida emas, o'zlarimizni sizlarga qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'taman. Ish haqqilar asosida berilgan kreditlarimiz to'g'risida ma'lumotlarni berib o'taman. Ba'zi murojaatlar bo'lgan ekan, shu yerda o'tirib ruxsat bersangizlar, keyin nomli masala bo'yicha gaplashib qolamiz. Tak, bu yerda Hujratov Junoboy dedi. Junoboy bormi dedi? Xo'jayev Zinat. Mikrokreditmi? Mikroqarzmi? Mikroqarzmi? Bo'yicha to'liq tushuntirib berdilarmi bu masalasini? Bu yerda 50 million so'm ish haqqi loyihasi asosida beriladi. Ishlasangiz, bunda pastda konver orqali beriladi. Hozir byudjet tashkilotlarida 25%, yilga qarab 4% belgilanadi. Hujjatlarni topshirdingizmi? Bu hujjatlarni topshirmasa ko'rib chiqariladi. Sultonboy. Nom masalasi. Subsidiya bo'yicha. Hop. Bizlarning bu barchangiz. Subsidiya bo'yicha ipoteka kredit shu ariza berganmiz sizlar. Yagona-darcha. Avval. Bor ishlab turibdi. Tartibini tushuntirgan. Bu yagona-darcha orqali ma'lumot orqali ariza berasiz. Subsidiya davlat tomonidan 30 million so'm ajratiladi. Qolgan 5%ni o'zingiz mablag'ingizdan shakllantirasizlar. Quruvchidan shartnoma 2 yil holda birlamchi ipoteka krediti ajratib beriladi. Bunlar 20 yil muddati 17,5%dan 20 yil muddati ajratib beriladi. 17,5%dan beriladi. 17,5%. Yillik 17,5%dan beriladi. Bu hujjat taqdim etdingizmi? Xo'jayev Ulug'bek. Yo'qmi? Anka Nuriddin Nur so'z korxonasi. Nom masalan, Aylanma. Ne oldu? to'ldirish uchun stress kredit. Bu
boyunca bazı bize aylanma kredi boyunca bağlamak verip ötsem, bu an kariyer arka amel başlama oldu. Evvel Ruşnoy taşap kafemlanı başkasının meselesini Ruşnoy alarak da Respublikaya taşıyarak, Respublikanın rakibinden cevaplı gelince görüp vakti taradı. Az priyamı neyse taşımız kariyer arkalı 5 büyük içinde anıtlıydı. Eğer bunda 6 ay davamında aborot et durman bolsanız, abortunuzdan gelip çıkan halda belgelenendi muhtarı. Kredit sunmasından. Vam şu ekspres kreditimiz müddeti 18 ay müddete verildi. 18 ay neyiz abortunuzdan gelip çıkan halda bir aylık ücret verdiyiz mi? Kime verdiniz mi? Yakayalım. 100 milyon ama eğer buna hazırlıklı 100 milyon da hepsi bu 100 milyon olmaz. Aborottan gelip çıkıp belgelendi. Sonuçta 50 bin, sonuçta 50 milyon, 300 milyon aldım verler kıskazdan 100 milyon. Yani çap olduğu şeyler başka ne kalmadı şeyler. Mesela genelde şu katta rahmet, vakıflarınızdan unutmalı.